Nabot bo'lgan 14 yoshim. Mening kiyim-kechaklarımni hamda hamamizninki qo'shnisi ta'minlab berdi. Qizlarning kichik qolgan kiyimlarini berdi. Men shu kiyimlarni kiyib cho'ng bo'lgan. Ba'zi kiyimlar cho'ng keldi, ba'zi kiyimlar haqiqatan kichik keldi. Kichiklarni singlim kiysa, cho'nglarni aplab-saplab xushallik bilan men kiyatdim. Hatta shu faslda shunchaki yomg'ir yig'ib ketdi. Endi bu yomg'irda boshqa bolalarning yomg'irlik kiyimlari, kunliklar bor. Mening hech narsam yo'q. Apamga ma'lumizga bir cho'ng apash bergan bir yo'g'on bir xurum chapon botdi. Qahva qiyinib qahva rangda. Haqiqiy cho'ng apashlar xos. Şunu bilan apam bu chaponni kiyib maktabga berib kelaying deb menga berdi. Bu chapon tizimga tushdi. Qo'ltiqim manda sangloqliq. Yangi 3 qatlab kiysammi, qo'lim ichida. Lekin amal yo'q. Shu xil sharoitda men kiydim. Lekin maktabni oldiga borgan bilan nomus qilib, chaponni silib yo'yab, qo'ltiqim qisib, maktabga kirmas, sinfga kirman. Yo'l bo'yida u bu ko'rib qolsa, beh nomus qilma va xijil bo'lma. Kim nim deb qola, apsal chaponni kiyib kelibdi yoki xahman chaponni kiyib kelibdi deb qolamı deb chaponning yo'g'onligida. Ham uya bu yerlar titilib ketgan bir kona. Lekin men darsda bu xil sharoit cho'ng bo'lsammi, darsda bek yaxshi. Maktabniki har xil nutq so'zlash yoki matematikalik zihin sinash faoliyatlarida bo'lsin, maqola yozish faoliyatlarida bo'lsin, doim birinchilikni, ikkinchilikni olib kelma. Hatto ba'zi saboqdoshlarim pul berib turib, menga shu ma'lumotlar o'rlashtirgan, tiyimli faoliyatga qatnashgan maqolalarni yozg'izdi. O'zbek darajada ham mening iqtidorim bor, ortiqchiligim bor. So'zlash jihatim bo'lsin, yozish jihatim bo'lsin, til qobiliyatim yo'qri degandek. Ana sinfimizga ma'lum bir saboqdosh qiz bilan do'stlik qildim. Endi bu qiz boshqa saboqdoshlar ancha bek yaxshi ko'rmaydi ekan. Yolg'onchi, bek haqovur, yo'g'onchi deb. Lekin men unda bilinmadi. Balki mening foydam tekish, men oldimda kichik bir yil tang holat tudimi, bu qizning topshiriq ishlashiga yordam berma. Ba'zi kun topshiriq ishlamay kelsa, men vakolda ishlab berma. Ko'chaga yuzib berma degandek. Endi uyimiz maktab orliq salchiroq bo'lganligi uchun tushlik vaqtlarda qaytamasam, bu qiz tayyor chop ekirib turdi. Endi u vaqtlarda 20 tin lazlar bizlar. Shu lazlardan ekirib turdi. Endi bu qiz bilan pul bo'lganligi uchun men do'st bo'ldim. Gapning o'chig'i. Bu qiz mening iqtidorim bo'lganligi uchun, men darsda yaxshi bo'lganligim uchun bu qiz mening bilan do'st bo'ldi. Foyda manfaat bilan har bir munosabat taraqqiy qildi, ham har bir odamlar bir-biriga ma'lum darajada yiqilishidi. Chunki bizning boshqalarning bizga foydamiz tekkanligi uchun. Albatta mening pulim bo'lmagandan keyin boshqa saboqdoshlar, boshqa do'stlarim yegan narsani yegim keldi. Xashligim keldi. Bu vaqtda rangli kichimliklar bor deyish so'ylab qo'yatdi. Mana bu dulqilada degandek 20 tin, 30 tin, 40 tin. Mening yeyim keldi, ishkim keldi, xashligim keldi, lekin mening pulim yo'q. Ham opamning beshini og'ritib pul deb so'rovim kelmaydi. Chunki bizning sharoitimiz menga aniq. Men bolalarni cho'ng o'tirib bunda qilsam, keyin fikrlarim qanday qildi, men ulgu bo'lishim kerak deb uyga borsam ig'rinik ishni qilib bersam, boshqa vaqtda qat'iy ig'rim sanmaydim. Ortiq pul degan narsani so'ramaydim. Shu saboqdoshlarimga maqola yozib, u bu topgan pulini ancha-muncha o'zim kerak narsalarni ilib yoki yanchig'imga silib qo'yib degandek ortiq pul buzib chichib xashlamaydim. Albatta mening yeyim keldi, xashligim keldi, lekin hisobimni bildigan tursam. Shu sinfda do'st tutgan shu qiz bolniki tug'ilgan kuni shamliklikda bo'ldi-ku oldimizga. Tug'ilgan kunim bering dedi. Shunchalik bag'im bor. Ishonsanlar shu yoshgacha men og'zimga bir qitim to'rt degan narsani og'zimga yeb yo'qmadim. Endi boshqalar yangi yillarda, tug'ilgan kunlarda, bayramlarda tortlarni yeydi. Lekin men tort degan narsani yeb boqmagan. Og'zimga yeb boqmagan, lekin ko'ygan. Tug'ilgan kun shunchalik qatnashgan bor. Bir qitim tort degan narsani yeb boqim bor. Qanday bo'ldi-ki? Lekin uyga borsam cho'qim sug'atlik berish to'g'ri keldi. Sug'atlik ipaydik mening pul yo'q. Shu xiyollar bilan amalga borma deb qo'ydim. Shu xiyollar bilan yo'lga ketib olsam, keyin bir mashina seyni olib berdi. Qarsam, shu do'stimga. Chiqib yo'lagan mashinaga uyga qaytgan to'q, uyingizga yaqin yana tushirib qo'yamiz dedi. Mashinaga chiqdim. Qarsam yoshli bir yigit mashina haydab olibdi. Agam deb tanishtirdi. Ismi Farruh ekan. 28 yoshga kiribdi. Shu qisqagina orliqda Do'stumbek ilaqib vatvatara qiz bola. Hamma deb ulgadi. Aksi birdan aynakdan menga qarab qo'ydi. Nimada qilganda u cho'qimchoq akash turib deb o'yladim. Lekin u vaqtlarda mashinasi bor odam bir xil qanadaymiz boy hisoblandi. Xil nochi boylarning oldida turdi mashinasi bor odam. Bir xil havas qildim. Mening mushta akam bo'lgan bo'lsa-chu, yoki mening mushta sharoitim bo'lgan bo'lsa-chu deb o'yladim. Endi u vaqtlarda ba'zi qizlar muhabbatlashadi, xatlarni yozishadi, bir-biriga sovg'atlarni berishadi degandek. Lekin men hech qanday o'g'il bilan paranjib boqmadim. Chunki usti ishim unda tursa, qanday o'g'il bilan paranjim ham. Uyimizda telefonmi yo'q. Hatto ba'zi qizlar telefonni tutadi, tüps qizil, tili qizil o'tirib anjalik bir telefon tutgan. Shu bizning matrik qizlar shu vaqtlarda. Bizning cho'ng sinfdagi qizlar, akashlar degandek. O vaqtda menda unda telefonmi yo'q, uyimizdami yo'q hatto.
Şu özümün ahvalını bilgechkim, men faqatla boshqa bala bilan munosabat bog'lamaydim, paranglashmaydim. Lekin mening bo'y egizligim boshqa savodoshlarim qaraganda xil farqlandi. Bu akash pek jamiyat o'ynab ketgachmi va yoki men ko'ziga cho'ng sifatida ko'rindimmi, yenish-yenishlar qarab ketdi. Lekin bu vaqt o'zimga sal faxrlanib qoldim. Boshqalarni jalb qila olgandek chiroyim o'xshaydi deb. Bilik qizlar naq mushu yeshida ashtaq bir tuyg'ularda bo'lib qoldi ekan-ku. Uchib qo'nayini bilinmaydigan yeshida bizni azroq maqtab qo'ysa, bir yenish-yenishlar bir necha qitim qarab qo'ysa, o'zimizdan faxrlanib qolgan, o'zimizni tutib olmaydigan, qalaymiqan xiyolon qilib qolgan yoshligimiz. Uyimning oldiga olib borib qo'ydi. Adaş ətil to'g'lan kun tayyorlik qilib beramsan dedi. Mashina tushib qoldim, uyga kirdim. Shunchalik bag'im bor, shunchalik qatnashib boqqim bor. To'g'ilgan kun o'tkazish u yoqdan bir qitim qatnashib boqman. Qanday bo'ldiki degan bir to'yg'u bor. Oxir boray. So'g'atlik qo'ymasam, bamsam nima bo'pti? Berib qatnashib ko'rib kelay ko'zim bilan. Men bunda fursatning birinchi qitim kelishida oqshimi yiliqi hammamizniki qo'shnisi bergan kiyimlarning ichidan birini yuvib quritib qo'ydim. Shu kiyimni kiyib chiroyli chechimni tarab, pachazamni chechimga qisib mangdim. Bu do'stimizning uyiga az qolgan vaqtda bir mashinam kelib to'xtadi. Qarsam, tunuga akashgan. Do'stimning aksi Farruh ekan, Farruh akashgan. Mashina chiqma uyga qaytgandim dedi. Shu mashinaga chiqdim. Endi yana menga qaragan ko'zlari bir kun avvalgiga o'xshash. To'qiydi mashina oldiga chiqib o'tdim. Oldiga chiqib o'tiring deb taklif qildi. Men yanmayla oldiga chiqibdim. Shunda qilib uyga az qolgan vaqtda mashinaniki yenidan bir narsani ilib, sinimning tug'ilgan kuniga qo'ying deb berdi. Qo'ying deb. Xuddi mening ichimda o'ylayotganimni bilib qolgandek. Do'stim, bizning sharoitimizni, dadamning yo'qligini debdi. Sanisi debdi. Balkim quruq keldi deb o'ylab tiyatdi bo'g'ay, qulamda ishini bo'lmagan ekan berdi. Men bu yoqda tatınib o'tamaylar rahmat deb oldim. Kichikli karkada bojanlab, kichik bantiklar umaq naskan. Shu uyini oldig'im bodim, 3-4 qizlar kelib bo'pti. Qolgan do'stlari tix yo'l ekan. Men kelib bir 2 soatlardan keyin rasmiy hammamiz yig'ilib bo'ldik. Jami 16 qiz yig'ilibdi. Endi shunchalik havas qildik to'g'lan kun bo'ldi. Apsi yalnız tamoqlarni chiqaribdi. Men yeyim ba pishroq, to'rt naz ne'matning hammasi jo'zdi ba. Sharoit yaxshi bo'lsa, nima degan yaxshi. Tamoqlar bir yeyib bo'lgandan keyin hamma qizlar so'g'atlikni o'tirib qo'yishga boshladi. Men ham shu qatorda Farruh akash qo'limga bergan, iliq so'g'atlikni qo'ydim. Birdan qizlar ichib qo'ydi yoki o do'stim har bir so'g'atlikni ichib turib rahmatini bildirdi. Mening bergan so'g'atlikni shu zaman ichib edi. Kipinek va ko'zlik shunchalik chiroyli. Shunchalik chiroyli. Har qanday bir qiz bo'lganki, taqig'isi kaydek bir jup chasgan. Do'stim men qarab qoldi. Rahmat adash, bek avorib ketibsiz, bek javob ketibsiz. O'zingiz kelsiz bo'laveradi deb iliq so'g'atlikni oldi. Haqiqatan bek chiroyli ekan. Shuna to'g'lan kun ayolashdi, men qaytay deb mansam, Farruh akash kaynimdan chiqib, uyingizga olib qo'ya xil borliq deb mashinasiga yana chiqadi. Bayam qichazbek ham chiroyli ekan. Xuddi bilgandek ham tayyorlab qo'yib ekansiz, rahmat desam, albatta bilib tayyorladim dedi. Mening sharoitim do'stim hamma deb aytibgan. Yo'lda ko'msam cho'qim uyga kelganda ayrim biray tatib bermadi, men uchun tayyorlatgan. Ham onun o'xshash chazdan menga birini berdi. Bir chipni berdi. Shunchaki yaxshi ko'rdim. Uni shunday qilib Farruh akashning menga tunji qitim bergan so'g'atliqi. Tunji qitim menga sog'an yemchiki. Meningdek oddiy hech nimasi yo'q. Bir bichora natvan bu narsani bekli yaxshi ko'rib qamoq ilindim. Balkim siz o'ylab kichikina bir narsa deyishingiz mumkin. U vaqtki meningki turmush muhitimda, mening o'ylaganimda u odatdagi bir narsa emas. Erishkim bor bir narsa, ip bo'lolmaydigan bir narsa.